Hop, 19-yil 2-sinfda tushgan savollar yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolda aytyapti, mana shu berilgan shaklning yuzalar yig'indisini toping, ya'ni ikkita uchburchak va bitta to'rtburchak tasvirlangan. Hop, uchburchagimizning yuzi AB taqsim 2 bo'ladi. Bundan 10 ko'paygan 4 bo'lingan 2, demak 20. To'rtburchagimizning yuzi AB, bundan kelib chiqadi 4 ko'paygan 10. 40. Bu to'g'ri bo'lgani uchun mana bu tomonimiz ham to'g'ri bo'ladi. Bu 1. Mana bu uchburchagimiz yuzi ham AB taqsim 2. Dört kere 1 taqsim 2 demek 2. 20 plus 40 plus 2 demek 62. Keyingi savol. Qismadan foydalanib noma'lum x burchagini toping degan. Bu 90 gradusligidan mana bu ham 90 gradus so'radi. 25 hop. Ketib qoldi. Bu yerda 25 plus x barobar 90 x barobar 65. Keyingi savolda 1 taqsim 5 soat necha sekund deyapti. Hop, 1 soatimiz 3600 sekund. Endi 1 taqsim 5 ni ko'paytiramiz 3600 ga. Qisqaradi 720 sekund. Jo'ja va mushuklarning soni teng. Oyoqlari 24 ta. Jo'jalar nechta? Hop, jo'ja, mushuk. Bunda 2 ta oyog'i bor, bunda 4 ta. Yo'q. Shunda 2x plus 4x barobar 24. 6x barobar 24, x barobar 4. Jo'jalar ham 4 ta ekan, demak, mushuklar ham 4 ta ekan. Endi mana yeching degan. Qo'shsak 9x plus 30 olaylik, mayli. 9x barobar 100.000 ayrilgan 10.000. 9x barobar 90.000, x barobar 10.000. Hop, demak javob ekan. Hop, keyingi